Assalomu alaykum tumanimiz fuqarolari. Joriy yilning 1-dekabrdan 31-dekabrga qadar yurtimiz bo'ylab yangi xavfsizlik oyligi o'tkazilishi belgilab berildi. Mazkur oylik doirasida yong'inlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni oldini olish va aholida xavfsizlik madaniyatini oshirishga qaratilgan profilaktik ishlar kuchaytiriladi. Mahallaboy va xonadonboy targ'ibot ishlari tizimli ravishda davom ettiriladi. Kirib kelayotgan yangi yil bayram tadbirlarida xavfsizlikni ta'minlash maqsadda tegishli xizmatlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Ijtimoiy soha obyektlari, odamlar ommaviy bo'ladigan joylar va bozorlarda profilaktik ogohlantiruv tadbirlari o'tkaziladi. Hurmatli tumanimiz fuqarolari, shu o'rinda sizlardan yangi xavfsizlik oyligi davomida o'z ish joyingizda hamda xonadoningizda xavfsizlik qoidalariga rioya etgan holda faol ishtirok etishingizni va Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy saytlarida berib borilayotgan yo'riqnoma eslatmalarga qat'iy rioya etishingizni so'raymiz. Zero xavfsizlik madaniyatini oshirish barchamizning burchimizdir.